Zelandiyadagi yo'lovchi elektrik mashinamizning yana asosiy jihatlaridan biri tashqi zaryadlanish kuchiga ega ekanligi bilan tegamiz. Bu video orqali Zelandiyaning tashqi elektr ta'minoti yangi funksiyasini qanday ochishni o'rgatamiz. Bagajni oching va tashqi quvvat taqsimlagichni rozetkani ya'ni oling. Ko'cha tomonida sekin quvvatlagich porti, yo'lovchi tomonida esa tez quvvatlash porti joylashgan. Taqsimlagichni sekin quvvatlash portiga uring. Zelandiyaning tashqi quvvat berish funksiyasi sharoitidagi asosiy maishiy jihozlar uchun mos keladi. Masalan, haydovchi ustozlarimiz kundalik dam olish paytida ob-havo yaxshi bo'lsa, oila a'zolari va do'stlarni kelib yozing. Audio video qilish yoki hordiq chiqarib qo'yishlari mumkin. Tashqi quvvat berish funksiyasi bilan biz odatda go'sht, chorva pishirishimiz, choy damlashimiz mumkin. Ko'cha do'stlar tezroq oila a'zolaringiz va do'stlaringizni olib birgalikda lagerga boring va hordiq chiqaring. Buni o'rgandingizmi? Bizlar Chedidov firmamizga keling va noyob xususiyatlarga ega bo'lgan avtomobillarimizni xarid